Mana bugun 1-iyun holatida 4 ta patsientkada gastroskopiya amaliyotini bajardim. 2 ta patsientkamizga narkoz bilan, ikkitasiga bez narkoz amalga oshirdi. Gastroskopiyani roli shunaqangi kattaki, ya'ni bizga to'g'ri diagnoz qo'yish va tabiiyga yoki eko homiladorlikka harakat qilishi aniq etib beradigan diagnostika turlaridan biri hisoblanadi. Birinchi patsientkamizda funksiya bo'lgan bularda normal holatdagi matkani aniqladik. Ikkinchi patsientkamiz 5 yil turmushda bo'lganlar, даже bularda ikkinchi turmushlari homiladorlik kuzatilmagani uchun hozir diagnostika o'tishga keldilar. To'g'ri diagnostika juda ham katta rol o'ynaydi vrachchi keyingi taktikasiga. Ayolimizni polip diagnoz bilan jo'natganlar. Bu ayolimizda biz hozir perigorodka hamda polip aniqladik. Perigorodkani bartaraf qildim. Bu ayolimizda katta ehtimollik bilan 3-4 oy ichida tabiiy homiladorlik kuzatilish ehtimoli juda ham baland, agarda boshqa muammo bo'lmasa. Uchinchi patsientkamizda mikropoliplar aniqladik. Bu ayolimiz eko programmasida embrion transferiga tayyorlanmoqdalar. Bu ayolimizni keyingi oy davo lechinalardan keyin perinoz amaliyotini amalga oshiramiz. 4-chi patsientkamiz 2 yil bo'lgan turmush qurganlariga tabiiy homiladorlik kuzatilmagan. Hozirda ko'rganimizda bachadon ichida bir necha poliplarni aniqladik. Bartaraf qilib gistologik tekshiruvga jo'natamiz. Bu ayolimizda ham tez oilada shu kunlar ichida tabiiy homiladorlikni kutib qolaman. Shuning uchun to'g'ri tanlovda adashmang va to'g'ri diagnostika turini tanlang.